Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda ovqat hazm qilish tizimini zamonaviy tekshiruv usuli, ya'ni video endi kapsula tekshiruv usuli haqida gaplashamiz. Siz bu tekshiruv usulini eshitganmisiz? Bu videoni ko'radigan bo'lsangiz, shu tekshiruv usuli haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu tekshiruv usuli ovqat hazm qilish, ya'ni qizillo'ngach, oshqozon, barmoqli ichak, yo'g'on ichak kasalliklarini tashxis qo'yishga yordam beradi. Ya'ni yallig'lanish kasalliklari, yara kasalliklari, o'sma kasalliklari, qon ketish holatlari, polit holatlarini aniqlashga yordam beradi. Shu kichkina kapsulalarni yutish orqali shu ovqat hazm qilish tizimida rasm hamda video tasvirlar qolish imkoniyatiga ega. Endi buni tekshiruv usulini afzalligi, kamchiligi, qaysi holatlarda o'tkazilishi hamda qanaqa tayyorgarlik bosqichlari borligini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda biz apparatimiz tuzilishini bilib olishimiz kerak. Apparatimiz kichkina, ya'ni dori kapsulaga o'xshagan kichkina ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni uzunligi 26, eni 11 santimetr. Hamda bunda maxsus kamerasi, yoritgichi, batareykasi hamda antennasi, radio transmitteri bo'ladi. Endi bu qismlar. Endi bu video endi kapsulalarni afzalligi bu xavfsiz, noinvaziv, narkozsiz o'tkaziladigan tekshiruv usuli hisoblanadi. Hamda bu tekshiruv usuli 3 ta tayyorgarlik bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi tayyorgarlik bosqichda bemor 10-12 soat davomida ovqatlanmagan bo'lishi hamda birinchi tayyorgarlik bosqichida qorin sohasiga maxsus sensor datchiklar o'rnatiladi. Ikkinchi tayyorgarlik bosqichida shu maxsus kapsulalarni suv bilan ichiladi. Suv bilan ichilganda qizillo'ngach, oshqozonlik, barmoqlik, ingichka ichak, yo'g'on ichakdagi tasvirlarni olib beradi. 1 sekundda 2-6 tagacha tasvir oladi. Hamda butun tekshiruv davomida 50 ming, 70 mingtagacha rasm olishi mumkin. Endi buni davomiyligi, tekshiruv davomiyligi 8-12 soat davom etadi. Endi 3-bosqichida Uchinchi tayyorgarlik bosqichida beliga maxsus radio transmitter o'rnatiladi hamda signallar orqali biz bu kapsulalardagi tasvirlarni hamda qaysi sohada yurganligini hamda qaysi qismda yurganligini ko'rib bilib turishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu tekshiruv usulini qachon o'tkazadi? Qachon o'tkazilishiga keladigan bo'lsak, biz fibrinoz tekshiruvi hamda kolonoskopiya tekshiruvi qildik. Kasallik belgilari aniqlanmadi, lekin bemorda qanaqadir kamqonlik ketyapti yoki ingichka ichak o'smalari yoki shunga o'xshagan holatlar bor. Bu tekshiruv usulining afzalligi ingichka ichakda 5-6 metr bo'ladi. Shu qismlarni ko'rib beradi. Ya'ni ingichka ichakda qon ketish bormi, o'sma bormi, shunga polit bormi, shunga o'xshagan kasallik belgilarini aniqlashga yordam beradi. Kasallik sababi aniqlanmay turgan bo'lsa, shu tekshiruv usulini o'tkazish tavsiya etiladi. Endi bu tekshiruv usuli qaysi holatlarda o'tkazilmaydi? O'tkazish mumkin bo'lmagan holatlari ichaklar tutilishi, ichaklar o'tkazuvchanligi buzilgan bo'lsa, bu tekshiruv o'tkazishga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Buni asoratlari kam uchraydi, asorat bo'lmaydi pastda. Bu xavfsiz hamda noinvaziv, narkozsiz tekshiruv usulimiz hisoblanadi. Endi bu video endi kapsula tekshiruv usullari hozirgi kunda kam qo'llaniladi, lekin Toshkent hududlarida ko'p kasalliklarni sababi aniqlanmaydigan bo'lsa, shu tekshiruv usuliga tavsiya etiladi. Endi bu tekshiruv usullari chet el mamlakatlarida ko'p o'tkaziladigan tekshiruv usullaridan bittasi hisoblanadi. Ya'ni ingichka ichak kasalliklariga to'liq tashxis qo'yishda yordam beradigan tekshiruv usuli. Ingichka ichak kasalliklarini boshqa tekshiradigan usullarimiz yo'q. Shu video endi kapsula orqali biz ingichka ichak holatini baholashimiz mumkin. Undan tashqari u boshqa qismlarni ham holatini baholab beradi. Ya'ni 12 barmoqli ichak, oshqozon, qizillo'ngach, yo'g'on ichakdagi kasalliklarni ham aniqlash